Bu videoni o'ylaydigan erkaklar uchun hozirgi jamiyatda, oilalarda eng katta muammolardan biri erkaklar erkak emas. Ular ko'chadagi muammosini kelib ayoliga, xotiniga, oilasiga kelib yetkazadi. Bu narsa noto'g'ri, chunki ko'chadan qarzing bormi, problemang bormi, kelib ayolingga aytsang, u narsalarga u yechim berib bilmasa ham, sen bilan birgalikda bu narsalarni o'ylashni boshlaydi va o'zini vazifasi bo'lgan bolalarga qarash, uyni vazifalari qolib ketadi. Va ko'chadan charchab kelasan, uyga dam olaman deb uyga kirsang bardak, непорядок. O'zing sababchi bo'lgansan, o'zing muammolarni keltirgansan. Mana ayolim bilmaydi даже nima ish qilishimni ko'chada, muammolarimni bilmaydi. Men kiraman uyga, chiroyli muomala qilaman, chunki ayolim chiroyli muomala qilsam, uni ham kayfiyati ko'tariladi va menga yaxshi qaraydi. Meni yaxshi kayfiyat bilan kuzatadi va ko'chadagi ishlarim ham yaxshi bo'lib ketadi. Tupoy erkaklar ko'chadagi muammosini uyga olib kelib, uyni ham muammoxona qilishadi. Aslida erkakning vazifasi oilasi uchun rizq topish uchun borib ko'chaga chiqib ketish, muammoni olib kelish emas. Ayolning vazifasi bolalarga qarash va erining hojatini chiqarish, uyning ishlarini qilish. Bo'ldi. Shularga amal qilsang, oilang ham, ko'chang ham yaxshi bo'ladi.